Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Eronda yana hukumatga qarshi chiqishlar boshlandi. Epstein hujjatlarida insoniyatga qarshi jinoyat alomatlari bor. BMT ekspertlari. Rossiya Ukraina muzokaralari Medinskiy tufayli to'xtab qoldi. Akyos Medinskiy qanday shart qo'ymoqda? Akyos oshkor qildi. AQSh Eron muzokaralari fonida harbiy kuch namoyish qilmoqda. Trampning ikki yoqlama siyosati boshlandimi? Ukrainada qancha o'zbekistonlik migrant borligi aytildi. Uyat atamasi ortidagi diplomatik zarba Zelenskiy Orbanga nimani eslatdi? Hillary Clinton Trump ma'muriyatini Epstein fayllarini yashirishda aybladi. Eronda yana hukumatga qarshi chiqishlar boshlandi. Eronda seshanba 17 fevral kuni qattiq bostirilgan hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida halok bo'lganlar xotirasi yodga olindi. Bir necha shaharda xotira tadbirlari o'tkazildi. Eron xavfsizlik kuchlari bilan yangi to'qnashuvlar ham kuzatildi deb xabar beradi AFP agentligi. Abadonda to'planganlar qo'llarida gullar va halok bo'lganlarning suratlarini ushlab, Xameneiga o'lim va shoh yashasin degan shiorlarni hayqirgani ijtimoiy tarmoqlardagi kadrlarda ko'rinib turibdi. AFP yozishicha, Abadondan olingan boshqa bir videoda o'q tovushlari ostida odamlar sarosima bilan har tomonga qochayotgani aks etgan. Mashhadda esa olomon bir odam o'ldirildi, uning ortida minglab odamlar turibdi degan shiorini aytgan. Eron hokimiyati Tehrondagi Imom Humayniy masjidida namoyish qurbonlarini xotirlash uchun rasmiy marosim o'tkazdi. Unda ishtirokchilar Eron bayroqlarini silkitgan, halok bo'lganlarning portretlarini ushlab olgan va Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim degan shiorlarni aytgan. Tartibsizliklarning tashabbuskorlari va terroristlarni qo'llab-quvvatlaganlar jinoyatchilardir va oqibatlariga duch keladi deb iqtibos keltiradi Kani so'zlarini Eronning Tasnim agentligi. Epstein hujjatlarida insoniyatga qarshi jinoyat alomatlari bor. BMT ekspertlari. AQShda jinsiy zo'ravonliklar sodir etgan jinoyatchi Jeffrey Epsteinga oid ochiqlangan millionlab hujjatlar global jinoiy tashkilot mavjudligini ko'rsatadi va bu harakatlar insoniyatga qarshi jinoyatlar darajasiga yetishi mumkin. Bu haqda MMT Inson huquqlari kengashi tomonidan tayinlangan mustaqil ekspertlar guruhiga tayanib The Guardian xabar berdi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, AQSh Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan hujjatlardagi jinoyatlar irqchilik, korrupsiya va ayollarga nisbatan keskin nafrat fonida sodir etilgan. Ular bu jinoyatlar ayollar va qizlarni buyumga aylantirish hamda ularning insoniy qadr-qiymatini yo'qotishni ko'rsatishini aytishdi. Ayollar va qizlarga nisbatan bunday vahshiyliklarning ko'lami, tabiati, tizimli xarakter va xalqaro qamrovi shunchalik og'irki, ularning bir qismi insoniyatga qarshi jinoyatlar mezonlariga to'g'ri kelishi mumkin deyiladi bayonotda. Ekspertlar hujjatlardagi ayblovlar mustaqil, puxta va xolis tergovni talab etishi, shuningdek, bunday jinoyatlar qanday qilib uzoq vaqt sodir etilganini aniqlash uchun surishtiruv o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Noyabr oyida AQSh Kongressi tomonidan ikkita partiyaning keng qo'llab-quvvatlashi bilan qabul qilingan qonun Epstein aloqador fayllar nomiga e'lon qilishni talab qildi. BMT ekspertlari hujjatlarni e'lon qilish jarayonida jiddiy protsessual xatolar va noto'g'ri tahririy o'zgartirishlarga yo'l qo'yilganidan xavotir bildirdi. Sababi bu holat jabrlanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari oshkor bo'lishiga olib kelgan. Hozirgacha e'lon qilingan hujjatlarda 1200 dan ortiq jabrlanuvchi aniqlangan. Ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaslik yoki tergovni doirasini kengaytirmaslik ko'plab jabrlanuvchilarning ruhiy jarohatlanishiga olib keldi va ular buni tizimli aldov deb ta'riflamoqda, dedi ekspertlar. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Rossiya Ukraina muzokaralari Medinskiy tufayli to'xtab qoldi. Akyos Medinskiy qanday shart qo'ymoqda?
Jenevada 17 fevral kuni bo'lib o'tgan Rossiya-Ukraina muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Bu haqda vaziyatdan xabardor ikki manbaga tanib Axios xabar berdi. Manbalarga ko'ra, bunga Rossiya delegatsiyasiga avvalgi bosqichlardan farqli ravishda harbiy rahbarlar emas, balki Rossiya prezidenti maslahatchisi Medinskiy boshchilik qilgani sabab bo'lgan. Aynan u bildirgan pozitsiyalar tufayli muzokaralar to'xtab qolgani aytilmoqda. Interfax'ning Rossiya tomonidagi manbasi qariyb 6 soat davom etgan uchrashuvni juda keskin deb atagan. Muloqot Rossiya-AQSh, Rossiya-Ukraina va Rossiya-AQSh-Ukraina formatida o'tkazilgan. Zelenskiy Axiosga bergan intervyusida Medinskiy ham Rossiya prezidenti Vladimir Putin kabi urushning tarixiy ildizlari haqida falsafa qilishni yaxshi ko'rishini aytgan. Bunday holatga vaqtimiz yo'q. Biz bir qarorga kelishimiz, bu urushni tugatishimiz kerak, deya ta'kidladi Zelenskiy. Muzokaralarning 3-raundida asosiy mavzu hududiy masala bo'lishi kutilmoqda. AQSh Ukraina bilan Rossiyaga hududiy yon berish masalasini referendumga qo'yish ehtimolini muhokama qilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga Ukrainada prezidentlik saylovlari o'tkazilishi ehtimoli ham bor. Ukrainada qancha o'zbekistonlik migrant borligi aytildi. Ukrainada 2024-yilda 700 nafar O'zbekiston fuqarosi mehnat ruxsatnomasini oldi. Bu haqda Union xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2025-yilning noyabrida Ukrainaga Janubiy Osiyoda joylashgan musulmon davlati Bangladeshdan mehnat muhojirlari kela boshlagani xabar qilingan edi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, Zakarpatiyada 150 nafar bangladeshlik ishlayotgan yog'ochni qayta ishlash korxonasi faoliyat yuritmoqda. Migratsiya siyosati ofisi rahbari Vasiliy Vaskoboynik Union agentligiga bergan intervyusida yaqin 10 yil ichida Ukrainaga 4,2-4,6 million ishchi kuchi yetishmasligi mumkinligini aytgan. 2025-yil kuzida Xalqaro mehnat tashkiloti vakili esa bu raqam 8,6-8,7 milliongacha yetishi mumkinligini bildirgan. Ekspertning ta'kidlashicha, Ukrainada har yili tug'ilganlar soni vafot etganlardan qariyb 300 ming nafarga kam. Shu bois aholi sonini barqaror saqlash uchun har yili kamida 300-400 ming kishi jalb qilinishi kerak. Axios oshkor qildi. AQSh-Eron muzokaralari fonida harbiy kuch namoyish qilmoqda. Trampning ikki yoqlama siyosati boshlandimi? AQSh so'nggi 24 soat ichida Yaqin Sharqqa 50 dan ortiq F-35, F-22 va F-16 qiruvchi samolyotlarni tashladi. Bu haqda Axios AQSh rasmiylari orasidagi manbaga va ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanib yozdi. 17 fevral kuni Jenevada Amerika-Eron muzokaralari raundi yakunlandi. Ummon tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, uchrashuv umumiy maqsadlar va tegishli texnik masalalarni aniqlashda sezilarli siljish bilan yakunlandi. Amerikalik amaldorning Axiosga aytishicha, tomonlar taraqqiyotga erishgan, ammo hali ko'plab tafsilotlarni muhokama qilish kerak. Eron 2 hafta ichida AQShga batafsil taklif bilan chiqishga va'da berdi, dedi nashr suhbatdoshi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining ma'lum qilishicha, tomonlar ehtimoliy kelishuv loyihalari ustida ishlash, ishlanmalarni almashish va muzokaralarning keyingi bosqichi sanasini belgilashga kelishib olgan. The Wall Street Journal ma'lumotlariga ko'ra, Eron delegatsiyasi AQSh bilan muzokaralar chog'ida uranni boyitishni to'xtatishga, o'z zaxiralarining bir qismini boshqa davlatga o'tkazishga va Amerika tomoni bilan ishbilarmonlik aloqalarini boshlashga tayyorligini bildirgan. Uyat atamasi ortidagi diplomatik zarba Zelenskiy Orbanga nimani eslatdi? Vladimir Zelenskiy Myunxenda o'tkazilgan nufuzli Munich Security Conference doirasida taqdirlandi va bu yilgi mukofot ramziy ma'noda butun Ukraina xalqining matonati, qarshilik ruhiga bag'ishlangani alohida ta'kidlandi. U sahnaga ko'tarilar ekan, so'nggi 2 yil ichida mamlakati boshdan kechirayotgan og'ir sinovlar, front ortidagi millionlab insonlarning sabr-toqati hamda Yevropa davlatlarining siyosiy va harbiy ko'magi haqida so'z yuritdi. Zelenskiy o'z nutqida Ukrainaga yordam berayotgan hamkorlarga minnatdorlik bildirib, bu qo'llab-quvvatlov nafaqat bir davlatni, balki butun Yevropa xavfsizlik tizimini himoya qilayotganini urg'uladi. U Yevropa birdamligi masalasiga alohida to'xtalib, qit'a kelajagi prinsipial qarorlar va qadriyatlarga sodiqlik bilan belgilanayotganini qayd etdi. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi geosiyosiy vaziyatda betaraflik yoki sukut ham pozitsiya hisoblanadi va har bir yetakchi tarix oldida o'z tanlovi uchun javob beradi. Shu fonda u nutqining yakuniy qismida Vengriya bosh vaziri Viktor Orban nomini tilga olib, kinoyali ohangda minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy Orbanning pozitsiyasi Yevropadagi boshqalarga ibrat bo'layotganini, chunki hech kim uyat so'zining ma'nosini unutgan odamga aylanishni istamasligini ta'kidladi. Bu jumla zalda keskin rezonans uyg'otdi va siyosiy doiralarda turlicha talqin qilindi. Ayrim kuzatuvchilar buni Budapeshtning Rossiyaga nisbatan yumshoq siyosatiga ishora sifatida baholadi. Boshqalar esa Zelenskiyning chiqishini Yevropa yetakchilarini yanada qat'iyroq pozitsiya egallashga undovchi diplomatik signal deya talqin etdi. Myunxendagi nutq umumiy ohangda minnatdorlik va birdamlik ruhida kechgan bo'lsa-da, yakuniy kinoya Yevropa siyosatidagi ichki ziddiyatlar va strategik tafovutlar hanuz saqlanib qolayotganini yana bir bor namoyish etdi.
Hillary Clinton Trump ma'muriyatini Epstein fayllarini yashirishda aybladi. Hillary Clinton AQShning sobiq davlat kotibi sifatida siyosiy maydonda hanuz faol pozitsiyani saqlab kelmoqda va u Berlinda o'tkazilgan nufuzli World Forum anjumanida qilgan chiqishida Donald Trump ma'muriyatini marhum moliyachi Jeffrey Epstein bilan bog'liq hujjatlarni oshkor qilish jarayonida ataylab suskashlik qilayotganlikda aybladi. Clintonning ta'kidlashicha, AQSh Adliya vazirligi tomonidan millionlab sahifalardan iborat materiallar e'lon qilinganiga qaramay, jamoatchilik va kongress a'zolari kutayotgan darajadagi to'liq shaffoflik hali ta'minlanmagan. Uning fikricha, ayniqsa siyosiy va moliyaviy elita vakillari bilan ehtimoliy aloqalarni ochib berish mumkin bo'lgan ma'lumotlar to'liq hajmda taqdim etilmayapti. Bu esa turlicha shubha va taxminlarni yanada kuchaytirmoqda. Clinton intervyu davomida fayllarni to'liq e'lon qiling jarayonni cho'zish orqali haqiqatni ortga surishmoqda deya bayonot berib, hukumatni ochiqlik tamoyillariga qat'iy amal qilishga chaqirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.